Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Qutmanliq shu kuningizda men hurmatli No'g'at Xorijiy motor kanali qatnashchilari. Bugun biz No'g'at shahrida No'g'at kafesine keldik. 2022-yilning 21-noyabr kuni soat 10:30da keldik. Jon ochilgan kafega keldik. Shu yerda sizlarga ma'lumot olib beramiz. Yaxshi kafe. Daragini aytib bersak, O'sh Bishkekdan Jalolotdan kelib жатқанда o'ng joqda, anan bu jog'i Qizilqiya, Batken, Qodamjoy, Belori, Ko'kjar joqdan kelib жатқанда sol joqda O'rsuzlarning janында No'g'at kafesi ochilgan. Жаңы hozir kirib tortamiz. Tomoqlar qanday ekan, qanchadan ekan shu yerda ma'lumot olib beramiz sizlarga. No'g'at kafesiga keldik. Bismillah ichiga kirib ketamiz. Yaxshi kafe ekan. Ummatlar, hozir keldik. Samsasi pishirayotgan mana bu yerda shashligam darib qoldi. Sizlarga ikkinchi etajdan podvaldan ko'rsatamiz. Bu yerda odamlar shashlayotgan. Pullar qancha ekan nima qilamiz? Ummatlar davlat aytib ketarsinisi 50 so'mdan 150 so'mgacha samsalar bor ekan. Yaxshi samsalari, yaxshi samsalar bor. Bu yerda ana shashlik non turi bor ekan. No'g'at kafesi jonga ochildi. Kelib çay içip geçseniz olur. Umutluğunda bunu pasyan mesajı varken podvalda şu an tart çıkıyor hazır. Bana şu yerde şavarma, hamburger varken bu birinci etajda mesalar çok şeker. Mesalar çok şey, yavaş ver. Kelini yok geçseniz olur. Çay içip şavarma yiyip geçseniz olur. Mesalar çok şeker. Hamburger. Ama bu joqda motorda 8 ta kabina bor ekan, osham qilat ekan. Bu yerda 8 ta kabinasi bor ekan. Yaxshi, kelib tomoqdan ketsangiz bo'ladi. Men hozir dosa tomoqdaman. Shular kelib tomoqdanib ketsangiz bo'ladi. Bemalol. Bu birinchi etaj, ikkinchi etaj, 3 etaj bu, 3 etaj. Nimalar? Kelib tomoqdan ketsangiz mesalar yaxshi. Sonun namozxonasi bor, barcha bor. Umutluğunda biz hozir ikkinchi etajga chiqib ketamiz. No'g'at kafesining ikkinchi etajini. Shu joqdan chiqib ma'lumot berasiz sizlarga. Mana 8 o'rinli mest ekan. Birinchi kabina. Kelib nima qilsangiz bo'ladi? Choy ichib ketsangiz bosh. Samsa yeb ketsangiz bo'ladi. Birinchi kabinasi bo'ldi bu. Mana ikkinchi kabinasi. Umutluğlar. Mana uchinchi kabina, tuvanlar. Üçüncü kabine bo'ldi mana. Mana 4-chi kabina kattaroq ekan, umutluğlar. Shu yerda kesangiz bo'ladi 4-chi kabina ekan. 6-chi kabina biz sol umutluğlar. Kelib, bemalol tomoqlanib ketsangiz bo'ladi. No'g'at Xorijiy motor kanalida sizlarning xizmatingizda. Bu No'g'at kafesining 3-chi etaji bo'ldi. Bemalol kelib tomoqlanib ketsangiz bo'ladi. Umutluğlar. No'g'at Xorijiy motor kanali qatnashchilari buni nima ekan? Menyusi ekan. Shu nomerlarga qo'ysangiz bo'ladi. Zakaz olishadi. Mana menyularni ko'rsatdim sizlarga. Mana shashliqning nimalari? Şaşlık türlerden 10 türlü şaşlıklar var ekan mana. Şu menyular mana shular ekan umutluğlar. No'g'at yaqinasining menyulari mana. Bu mana samsalar çok çekan, 80 so'm, 100 so'm, 150 so'm samsalar pishdi bu. Kelib ketsinlar No'g'at Xorijiy motor kanali qatnashchilari. Umutluğlar shu men No'g'at Xorijiy motor kanali qatnashchilari. Bugungi ertadan keyin No'g'at kafesidagi ko'rsatuvlar yoqdayız. Sog'lom bo'linglar, omon bo'linglar, ko'rishishga tinch bo'linglar. Bizni olsanglar, like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, umid bo'linglar. Hozir biz ham xudo xolsa zavqtir qilamiz shu yerdan kirib samsalarni yeb ko'ramiz qanday ekan. Mana sizlarga ma'lumot aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' salomat bo'linglar, No'g'at Xorijiy motor kanali qatnashchilari.